Men aytyapman, u shopirlarga deydi. Men ham shopirman, bu Kamaz haydayman. Allohga shukr, yomon emas. Nima deyapti u? Aka, men bor-ku, bir ikkita akalarim bor. Qiyin ish oson emas. Bilasizmi? Mana Valbris, Palbris degan becho akalarim bor-ku, ovqat yemay, non, tuz yemay, hech narsa yemay, tez adreskacha yetib boray deydi. Au, cho'zil. Lastik. Hozir ayamga dorini tutib olay. Ладно. Qani bizani trakchi akamiz millat. Yo'q, oshpaz. Yo'q, bitta jini ko'rsatdik. Qani? Sizga qaysi platformada ishlaysiz? Qaysi platformada? Nima deydi? Qayerda ishlayman? Men bu narsani o'qib esimdan chiqib ketdi. Qayerda ishlaganimda. Ruscha gapiraylik, ruscha. Ne, просто Между прочим, Sintekda Yermolinda ishlayman. Sintezda ishlamayman. Sintez bu boshqa. Sintez bu Nestle'ni filiali bo'ladi. Sintez bu boshqa, Sintek boshqa. Vasha ikkita korxona, 3 ta korxona almashtirib boru, bilimsiz. Shunaqa qilib aka, men akalarim bor-ku, ishoningki, что haqiqatan mana Valbris qatnaydi mana Moskvada. Boshqa battar joylarga qatnaydi. Ishoningki, ko'chada to'xtab non yoki suv ichishga vaqti yo'q. Tez qancha оборот ko'p qilsa, shuncha qancha reys qilsa, shuncha yaxshi. O'shaning uchun to'xtamay, unda harakat qilib, ana shunaqa darajada qiyin o'yinlarni ham ishi gemoroy bo'ladi. Yo'q, tvayma to'g'risi. Kun uzoq bitta joyda o'tirib, shopirlar hammasi gemoroy bo'ladi. Gemoroy bo'ladi. Grija bo'ladi belida. Grija bo'ladi, ha der Yermolina Zabalobanova. Ha, Yermolinada ishlayman. Yashashim qabitsinada. Kelinglar mehmonga jonim. Vot o'shani ham ishi oson emas. Har bitta odamning ishi oson emas. Har bir kasbni o'zini yarashaydigan odam eplar ekan, qilyapti. Biz hozir qildim, kunduz deyishdi, qarang. Kunduzi uxlaymiz, kechasi qor toshyapmiz-da. Oson emas-da, baribir endi katta mashinada hamma har narsa aytaveradi. O'tirib minib ko'rgan bilan. Bu meni hamda haqiqatan o'zim bir pitsa qilsa. Haqiqatan ham bitta o'tirib pitsa qilyapti. Kunida nima 10 ta 150 ta pitsa qiladi. O'ynab ko'rdim degana qiladi. O'ylamaydi. Men bilmayman, u qo'lini yuvadimi? Bir marta bitta gapni gapirib beraman sizga. Qarachi ko'chani ovqati yeyish uchun men uchun problema. Men meditsinani tugatganman. Erkaklarning ishini qilsa bo'ladi-yu. Erkakning ham ishi o'zi oshpaz, erkak bo'lish kerak. Chunki deganda erkakda vkusovoy reseptorlari juda ham kuchli bo'ladi. Erkak juda ham shirin va zo'r ovqat qiladi. Ayollardan nisbatan ayollar qila olmaydi. Erkak bilan ayolni qo'ysangiz, erkak zo'r ovqat qiladi. Qarachi, O'zbekistonda aytyapman-ku, men meditsinani tugatganman. O'shanda men